Assalomu alaykum azizlar. Bugun men oddiy kam haj narsalardan bulchkalar tayyorlash jarayonini ko'rsatmoqchiman. Paxtadek yumshoq bo'lib chiqadi. Buning uchun menga 400 ml suv kerak bo'ladi. Suvni solib oldim. 2 dona tuxumimizni chaqib oldim. 1 osh qoshiqda drosh, 1 osh qoshiqda razlixtil, 100 gram shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 stakan unni elab oldim. Stakanimning o'lchovi 200 gram. Menda 6 stakan un ketdi. Jami bo'lib 1 kilogramm 200 gram unni ishlatdim. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Bulchka xamirga qancha ko'p ishlov bersa, shuncha chiroyli xamir bo'lib chiqadi. O'rtasini mushlab 60 daqiqada issiqxonada ustini o'rab olib qo'yamiz. Mana bulchka xamirimiz ishib chiqdi. Qo'limiz bilan ko'rganda qo'limizga yopishqoq xamir bo'ladi. 70 ml pista yog'i solamiz. 1 choy qoshiqda uksus solib, xamirimizni yaxshilab mushtlab olamiz. Yog'ni xamirga yediramiz. Yigirma daqiqacha mushladim. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. O'rtasini mushlab ishib chiqish uchun 15 daqiqada issiqxonada qo'yamiz. Mana xamirimiz ishib chiqdi. Endi xamirimizni zuvolachalarga bo'lib olamiz. Menda 28 ta zuvolacha bo'ldi. Zuvolachalar ustini strich paketda o'rab 10 daqiqa ishib chiqish uchun qo'yamiz. Mana zuvolachalarimiz ishib chiqdi. Endi ustiga bitta tuxum sarig'ini surtib chiqdim. Tuxum sarig'ini surtib bo'ldim. 200 gradus qizib turgan pechda 30 daqiqada pishirib olamiz. Mana bulchkalarimiz tayyor. Podiyomlari yaxshi. Paxtadek yumshoq bulchkalar. Videorolikimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kommentariyada izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Like bosishni unutmang. Yoqimli ishtaha.